Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Baydagi ko'mir konga hujum qilish voqeasining kelib chiqishiga sabab bo'lgan bir qism ipuchlar oshkor bo'ldi. Egallanishicha, bu qitimliq voqeadagi asosli hujumchilarning boy chorvadorlar ekanligi, hujumga qatnashgan har oilaning hol kuni yaxshi ekanligi ma'lum bo'ldi. Halbuki Xitoy hukumatining baydagi yuqori besimliq siyosati yerlik Uyg'urlarni yuqoridagi zo'ravonlik usulini qo'llanib qarshilik qilishga majburlagan. Oshkorlanishicha, gumondorlar voqea yuz berishdan ilgari atalmish diniy asabiylikka qarshi ta'lim-tarbiyaga zo'rlanganlar, zamonaviy usul o'ynashga majburlanganlar yoki soqchixonada tutib turilgan ham jarimani to'laganlar ekan. Yuqorqi sabablardan bu 3 jamoat kishilari oxiri birlashib mazkur ko'mir konga hujum qilish voqeasini paydo qilgan. 22 oktyabr kuni Yevropa parlamentida diniy erkinlikni qo'g'dash Uyg'ur inson haqlari kurishi nomli yig'in o'tkazilgan. Mazkur yig'inni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Vakolatsiz millatlar tashkiloti birlikda uyushtirgan. Yig'inning ochilish nutqini Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabiya Qadir xonim so'zlagan. Rabiya Qadir xonim so'zida bu yig'inning Uyg'urlarning diniy erkinligini qo'g'dash bo'yicha Yevropa parlamentida o'tkazilgan tunji qitimliq yig'in ekanligini ta'kidlagan. 3 kun davomlashadigan bu yig'inda Uyg'urlarning diniy erkinligini qo'g'dash va insoniy haq-huquqlarini talab qilish masalalari nuqtaliq muzokara qilindi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabiya Qadir xonim Xi Jinpingning Angliya ziyoratiga kuchli inkos qaytargan. Rabiya Qadir xonim Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda Angliya hukumatining Xi Jinpingni kutib olish uchun sog'an qizil gilimi Uyg'ur, Tibet va boshqa o'xshamagan fikrdagi kishilarning qizil qini bilan bo'yalgan degan. Rabiya xonimning jiddiy inkosi xalqarodagi cho'ng axborot taratqularida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying shu kuni darhol bayonot e'lon qilib, Xinjiangda har millat xalqi inoq ittifoq va tinch yashashmoqda dedi. Halbuki Rabiya Qadir xonim Tokioda muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatining yuqori besimliq siyosatining Uyg'ur diyorini bir jang maydoniga aylantirib qo'yganligini alohida ta'kidlagan. Egallanishicha 2014-yil ko'chman Xitoylardan 3 oila hujumga uchrab o'ldirilgan Uchturpan nayisining imomlarim yezisi navbatda Xitoy hukumati tartibga soldigan nishonliq yezlarning biriga aylangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yezning 99% nufusi Uyg'ur bo'lsa-mu, biroq bu yerdagi terilg'u yerning 40%ni 3 oila ko'chman Xitoy kontrol qilib olgan ekan. Kuzatuvchilar bu reallikning o'zi navbatda Uyg'ur elida yuz berayotgan zo'ravonlik voqealarining sababini qisman bo'lsa-mu tushuntirib beradi deb qaramoqda. Shu qitimliq voqeadan keyin yerlik doiralar diniy asabiylik qalpig'i bilan Uyg'ur dehqonlarini kontrol qilayotganligi, hatto aşağı chiqishdan bosh tortganlarga bu qalpoqni kiygizish orqali zarba berayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Egallanishicha, Lopnaysining tunji bo'lib yo'lga qo'yilgan masjidga kirish kinishkisining tarqatilish doirasi bargan sari kengayishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, masjidga kirish kinishkisi 2014-yilning oxirlarida Xotang viloyatiga qarashli Lopnaysining Angiya yeza oyoq Qaneriq kentida tunji bo'lib yo'lga qo'yilgan edi. Radiomizning bu hafta yana ilgirlab uchur egillashi davomida mazkur kinishkining navbatda Angiya yezasidan olqib, uningga qo'shna boshqa yezalarga kengayotganligi ma'lum bo'ldi. Halbuki Lopnaysidagi xalq hukumati ishxonasida navbatchilik qilayotgan bir Xitoy xodim Lopda masjidga kirish kinishkisining mavjud emasligini tilga olgan. Lekin Lopdagi yerlik ammo ta'minlagan uchurlar bilan yerlik doiralar tarqatgan masjidga kirish kinishkisining surati buning rostligini dalillamoqda. Xitoy hukumati bu yil 7-oyning boshlarida Taylanddan qaytirib kelgan Uyg'urlardan 2 nafarining Avat nayisida sotlanganligi va tovuq qildirilganligi ma'lum bo'ldi. Avat nayisdagi soqchilar bilan muqimlik kadrlari radiomiz ziyorati jarayonida bu ikkilan haqida ishlangan 25 minutlik bir tashviqot filmining yezi kentlarda qo'yilayotganligini oshkor qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu ikkilan Avat Nailik sud mahkamasida sotlanishdan burun Nailik siyosiy qonun komiteti ularni majburiy holda o'z qilmishiga to'g'ri qildirgan. Ondan bu ko'rinishni suratga ilib, uni 25 minutlik bir tashviqot film qilib ishlagan. Navbatda mazkur tashviqot filmi kent kadrlari va asosiy qatlamga tushgan xizmat guruhlarining tashkillashi bilan Avat Naisining har qaysi yez kentlaridagi dehqonlarga haftada bir qitimdan ko'rsatilmoqda ekan.
Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşküçə aman boğaysın. Xeyr xoş. Xeyr xoş.